Ikkinchi, xotin bilan meni erim almashtirib qo'ysa-chi? Sen o'zing aybdorsan. Bu ayol ham qaysidir darajaga kelib, u bu erkakdan voz kechib ketadi. Erkak kishiga faqat ma'shuqa ayol kerak deya olmaymiz. Erkak kishiga dono ayol ham kerak. Xurram Sulton juda ham mukammal bir ayol obrazi ko'rsatilganda, o'zini qirolichaligini ham unutadi-da, qizaloqlikni yoqib oladi va u bilan hazillashadi. Bizda o'ylashadi, ayollikmi ayollik, uyda ozod tutsang, ovqat vaqtida qilsang bo'ldi degandek. Qanday erkaklarni ayollari xiyonat qiladi unda? 10 yillab, 15 yildan beri boshqa erkak bilan aloqam bor, munosabatim bor, turmush o'rtog'im bilmaydi deb murojaat qilishgan ochiqdan ochiq. Men har doim misol qilaman Shahzoda Muhammedovani. Bu o'zini ustida ishlab, rivojlanib, qaysidir urovlarga erishib va xuddi o'zidek rivojlangan erkakni hayotiga jalb qildi. 40 ming dollarlik, 50 ming dollarlik mashinani sovg'a qila oladigan darajada kengayib olgan bo'lsa, erkak kishi oson sovg'a qiladi bu narsani. Kimlarga qarab xotin quli deyish kerak, kimlarga qarab erkak ekan bu oilasini tutyapti ekan deyish kerak. Bu hayotda hamma bir-biridan foydalanib yashaydi. Xudbinlarcha foydalanadiganlar ham bor. Assalomu alaykum. Sarvar Bahodir YouTube kanalida tibbiy nuqtai nazardan kasalliklar olib chiqiladi-ku deb ba'zan menga kinoya bilan savol beradiganlar ko'payadi. Lekin qalb og'rig'i og'riq emasmi degan javobni qaytaraman ularga. Shuning uchun ham aynan YouTube kanalimiz orqali biz malakali psixologlarning suhbatlarini uzatib kelyapmiz. Qalbdagi og'riqlarni davolash, psixosomatika, ya'ni ruhiyat bilan bog'liq tananing boshqa qismlaridagi og'riqlar ustida ishlash. Navbatdagi mavzu ham juda ko'p ayollarning og'rig'i, qalb og'rig'i. Ikkinchi, xotin bilan meni erim almashtirib qo'ysa-chi degan og'riq. Assalomu alaykum, Oybarchin opa. Menimcha bunaqa savollar sizga ko'p berilsa kerak-a? Erim tashlab ketsa-chi, ikkinchisiga uylanib olsa-chi, mendan uni ustun ko'rib ketsa-chi? Aynan shunday savollar yoki erim xiyonat qilyapti, men shunday namunali ayol bo'lsam ham, oilaparvar ayol bo'lsam ham xiyonat qilyapti, buni qanday kechirsam bo'ladi degan savollar biz o'zimizni botimizga ham juda ko'p kelib tushadi va aksariyat muammolarni ildizi bir xil bo'lib chiqadi. Mana shunday muammolar ildizi bir xil bo'lib chiqadiki, ayollarimiz o'zini qadrini bilmasligida, o'zini to'g'ri baholay olmasligida. Ya'ni qadr mavzusida qanday aytishadi? Men chiroyli kiyinaman, chiroyli yashayman. Erim yaxshi topadi, shunga yarasha kiyinishim ham zo'r, yaxshi mashinada yuraman. Bular tashqi faktorlar. Sizni chiroyli kiyinishingiz, chiroyli o'zi tutishingiz yoki bo'lmasa chiroyli mashinalarda yurishingiz bu tashqi omillar. Bezaklar. Bezaklar. Lekin ichkarida qachonlardir, ya'ni ko'proq bolalikka qaytamiz biz. Bolalikda qoldirilgan o'sha og'riqlar, keraksizlik hissi yoki aynan mana shu insonni muhimligini tushirish, solishtiruvlar, aynan ota-ona tomonidan solishtiruvlar. Falonchini qizi piston judaqa, sen hali ham bunaqa bo'la olmayapsan. Xuddi mana shunday. Ko'p bugungi kundagi ayollarimizdagi hayotda kuzatilayotgan xiyonatlarni ildizi solishtiruvga borib taqaladi. Ota-onasi solishtirib katta qilgan. Ota-onasini solishtiruv yoki yonidagi singlisiga yoki opasiga yokida o'sha bir dugonasiga yoki qo'shnini qiziga solishtirgani bu ularni ichki o'ziga bo'lgan bahosini tushirib yuborishiga katta xizmat qiladi. Bahosi tushgan ayol past baholanadi-da. Har doim o'ziga o'sha bahosi tushganligi orqali har doim ichkaridan o'sha bir paytlar aytilgan gaplar yangrayveradi ichidan, yangrayveradiki, erkak kishi kim o'zi? Erkak kishi ayol kishini hislarini moddiy dunyoda ro'yobga chiqarib beruvchi, amalga oshirib beruvchi inson. Ayol har doim ichkarida his qiladi avval, buni moddiy hayotda erkak kishi yuzaga chiqarib beradi. Shu uchun ham munosabatlarda doim katta ayblov ayollarga tushadi. Qaynona tomonidan deymizmi yoki er tomonidan deymizmi, seni o'zing aybdorsan. O'zing mana bunaqa qilding yoki o'zing o'zingga qarab yurmading, o'zing vaqtida menga yaxshi gapirmading degan ayblov agar erkak kishi tomonidan berilayotgan bo'lsa, bular qaysidir ma'noda asosli va o'rinli, erkak kishini gaplariga ahamiyat berib, o'zida to'g'rilanish kerak bo'lgan joylarda ayollarimiz jiddiy qarab to'g'rilashlari kerak bo'ladi. Ikkita inson bab-baravar munosabatlarda rivojlanmas ekan, bu xuddi mana bu bizdagi naql borku, er xotin qo'sh ho'kiz. Bu qo'pol o'xshatish, lekin to'g'ri o'xshatish.
munosabatlarda er va ayol teng rivojlanmas ekan, ya'ni rivojlanish deganda jamiyatdagi rivojni nazarda tutishimiz mumkin, hissiy tomondan rivojlanishni nazarda tutishimiz mumkin, ong tomonidan nazarda tutishimiz mumkin, tana tomonidan nazarda tutishimiz mumkin. Ya'ni bularda o'zi yo'nalishlari bor. Mana shu tomonlardan rivojlanmas ekan, tenglikda. Aytaylik, erkak kishi jamiyatda o'sib ketdi, lekin hissiy tomoni orqada. Buni ayol Ya'ni akslantirib turibdi. ayol orqada. Ayol orqada, umuman demoqchiman, o'zini inson sifatida alohida o'zini ham hislari orqada qolganini qaysidir ma'noda ayol ham ko'rsatyapti deylik. Lekin jamiyat rivojlanganidan qaysidir ma'noda egosi ko'tariladi. Endi bu ayol menga munosib emas, menga munosib keladigan, meni kiyinishimga, o'zimni tutishimga, yurish turishimga mos bir ayol bo'lsa, nimaga bunday o'ylaydi? Ishonchlar to'g'ri kelmaganidan, vibratsiya to'g'ri kelmaganidan. Bu ayol bu erkakka yonida o'sha donolik qismini to'ldiradigan vazifalarni bajara olmay qoladi. Chunki buni o'zi yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Qanday qilib yonidagi erkak kishiga ma'naviy ko'mak bera oladi? Buni o'zi ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lib turibdi. Va mana shu holatda o'zini yaxshi ko'rgan, o'zini hurmat qiladigan, uni yonida o'zini erkakdek his qiladigan bir ayolga ehtiyoj sezadi erkak kishi. Bunda demak endi o'ylashimiz mumkin, asosiy sabab va omil ayollarda ekanda degandek, lekin tayoqni ikkinchi uchi ham bor, erkaklarda ham. Siz balki bugun haqiqatdan o'sib borayotgan ko'rinishingizda, rivojlanish qismingizda, yoningizda rostdan ham rivojlangan ayolni ko'rgingiz kelar. Rostdan ham shunday inson bilan yashash oson ko'rinar. Lekin ma'noda endi ikki xil yo'l borda, ikkinchi ayolni tanlashdan ikki xil yo'l bor. Bittasi xotin ko'paytirish ma'nosida, ikkinchisi o'zini hayot yo'lini bu inson tushuna qolmagandan o'zini qutqarish uchun. Agar birinchi variantda harakatlanadigan bo'lsa erkak kishi, ikkinchi ayol foydalanib bo'lgandan keyin bu erkakdan moddiy imkoniyatlaridan, uni darajasidan, lavozimidan deymizmi, umuman imkoniyatlardan foydalanib bo'lgandan keyin u ham qaysi darajaga o'sib oladi. O'sib olgandan keyin unga undan keyingi o'sib olgan urvindagi erkak kerak bo'ladi unga ham. Undan ham kenglikdagi erkak kerak bo'ladi. Nima uchun bu erkak endi orqada qolib, bu ayol o'sib ketib qolyapti degan savol tug'ilishi mumkin. Nimaga bu erkak ham u ayolni qaysi darajaga kelgandan keyin ehtiyojlarini qondira olmay qolyapti deyish mumkin. Chunki erkak kishi isbot ongi bilan o'sgan edi qayergachadir. Ko'rsatib qo'yaman degandek alam bilan yoki ota-onasiga nimadir sharoit qilib berish uchun deylik, jondan to'yib ketgandan o'sgan bo'lishi mumkin deylik. Lekin aynan hissiy qismi ishlanmagani uchun ham qaysidir joyda to'xtaydi u ham. Va o'ziga mana bu yerda isbot ongi bilan yaxshi ayol menga munosib degandek bu ayolni dilini og'ritib ketganligi o'ziga javob bo'lib qaytishni boshlaydi. Va unga ham xuddi bu ayolga qilgan munosabati u ayoldan ham qaytadi. Mana shunday qaytarish, mana shunday karma, taqdirni qaytarilishi yuzaga chiqadi. Bor narsa, aynan taqdirni qaytarilishi. Ko'p ayollar aytadi, nimaga mana taqdirda qaytarilishi deysizlar, mani erim xiyonat qiladi, nimaga unga hech nima bo'lmayapti, nega unga shunaqa vaziyat takrorlanmayapti deydigan ayollar ham bo'ladi. Ya'ni psixologiyadan ozgina xabar topib qolgan ayollarimiz hozir juda ham kuzatuvchanligi kuchaygan, bilim olish kuchaygan. Aynan shunaqangi savollar ham keladi, aqlli savollar ham keladi. Nima uchun erimga qaytmayapti? Qaytmasligining asosiy sababi o'zini ayolidan ola olmagan narsani boshqadan qidirayotganida. Ayol bu paytda o'zini o'ylab ko'rishi kerak. Ya'ni bu ayol ham to'laqonli faqat o'sha umuman ayollik qilmayapti demoqchi emasmiz. Bekarlik qismi joyidadir. Ya'ni uylarida saramjon tutar, farzandlariga orasida qarar va o'sha turmush o'rtog'ining ovqatini vaqtida berar deylik. Buni qilish kerak bo'lgani uchun qiladi. O'zi xohlab mazza qilganidan emas, shuni qilishim kerak, gap eshitmayman, endi meni ayollik vazifamda degandek qiladi. Endi ikki xil qilish borda. Birinchisi o'zi xohlab, O'zining zavqi uchun, ikkinchisi majburligidan. Mana shu majburlikdan qilayotgan bo'lsa deylik, yoki bo'lmasa uyda eriga ham ona bo'lib qolgan bo'lsa deylik, ya'ni hukm chiqarib yuborayotgan bo'lsa, erin nomidan ham qaror chiqarib yuborayotgan bo'lsa, qirolichalik qismi oshib ketgan bo'lsa, qaror qismi, turmush o'rtog'idan maslahat so'rash o'rniga hamma narsaga qarorni o'zi chiqarayotgan bo'lsa deylik, faqat ona va hukm chiqaruvchi ayol bo'lib qolib ketgan bo'lsa va turmush o'rtog'iga erkalanish qismlari, u bilan ochiq suhbatlashish, donolik qismlari bor bizda. Erkak kishiga faqat ma'shuqa ayol kerak deya olmaymiz. Erkak kishiga dono ayol ham kerak. U bilan fikr almashadigan,
o'tirib bir maqsadlari ustida gaplashadigan erkaklarga juda ham kerak donolik qismi. Ahamiyat qilsangiz, tarixiy filmlarda aynan Muhtasham Yusuf juda ham mashhur. Mana shunda Xurram Sulton juda ham mukammal bir ayol obrazi ko'rsatilganda, unda ma'shuqalik ham joyida, turmush o'rtog'i bilan ichki munosabatlar ham, erini yoniga kelganda uni sultonligini ham unutadi. Va o'zini qirolichaligini ham unutadi-da, qizaloqlikni yoqib oladi va u bilan hazillashadi, gaplashadi, o'ynashadi. Mana shu qirolga zavq beradi. O'shaligi, ya'ni parodiyalar qilishi bor edi. Xizmatkor Sumbulni qilig'ini qilib beradi. Bema'nidek tuyulishi mumkin, lekin aynan zavqlanadigan qismini to'ldirib beradi o'sha joyda. Va eng kerak paytlarda eng yaxshi do'st va maslahatchi ham bo'lib beradi. Shu uchun ham eng qaltis vaziyatlarda, qaysidir joyda podshohni qilish kerak bo'lgan joylarga orqa tomondan aralashganini sezib qolganda ham sulton tarafini oladiki, men Xurramga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Chunki har doim u bolalarimizdan ham meni ustun qo'ygan deydi. Shu qadar ishonchni Xurram sultonni o'zi bergan sultoniga. Ya'ni bitta ayollikni orqasida juda katta mehnat yotadi-da. Bizda o'ylashadi, ayollikmi ayollik, uyda ozod tutsang, ovqatni vaqtida qilsang bo'ldi degandek. Bo'ldi. Eringni kulib kutib olsang bo'ldi. Bo'ldi, lekin o'sha kulib kutib olish ham har doim ham bo'lmaydi. Endi yana masalaning ikkinchi tarafi bor. Qanday erkaklarni ayollari xiyonat qiladi unda? Xiyonatkor ayollar haqida so'ramoqchiman. Masalan, erini ustiga yana kim bilandir yurgan ayollar bor. 10 yillab ikkinchi munosabatda yashayotgan ayollar bor. Lekin buni oilasi bilmaydi. Bizga murojaat qiladi. 10 yillab, 15 yildan beri boshqa erkak bilan aloqam bor, munosabatim bor. Lekin buni turmush o'rtog'im bilmaydi deb murojaat qilishgan, ochiqdan ochiq aytishadi. Endi bizga ochiqdan ochiq murojaat qilishadi. Nima uchun ajrasha qolmaysiz deganda ko'p ayollarni bitta vaji bor. Bitta asosiy vaji bor. Bolalarim uchun yashayapman. Bolalarimga ota bo'lgani uchun, yaxshi ota bo'lgani uchun yashayapman. Xo'p, bolalarga otalikni ro'kach qilibsiz deylik. Lekin sizni bu yashirin munosabatingizni aytaylik, bolalaringiz ko'rmas, turmush o'rtog'ingiz ko'rmas, lekin ular his qilmaydi deya olmaymiz. Farzandlarimiz bilan, turmush o'rtog'imiz bilan hissiy bog'langanimiz uchun ular sizda nimadir noto'g'ri ketayotganini doim his qilishadi. Va sizdan uzoqlashishni boshlashadi qaysidir ma'noda. Ushlab olish uchun harakat bo'lib qolishi mumkin. Ushlab olish uchun harakat bo'lmaydi har doim ham. Chunki bunday ayoli xiyonat qilayotgan oilalardagi erkaklar tabiatdan ojiz bo'ladi. Ularda aynan ruhiy travmalari ko'p bo'ladi va mana shu ruhiy travmalar ko'pligi hisobiga har qanaqangi ayolga ko'nib yashashadi. Ya'ni bu tayoqning ikkinchi uchi. Birinchi uchida ayolning o'ziga bo'lgan ishonchi past edi. Ikkinchi uchida erkak kishining ishonchi past. Lekin ikkala uchda bunaqasiga to'g'rimachasiga almashtirsak ham, ayol jamiyatda o'sib ketgan bo'ladimi, erkak jamiyatda o'sib ketgan bo'ladimi, yonidagi juftiga qarab, uni ichki qismida nima ketayotganini ko'rib olishingiz mumkin. Munosabatlar teng rivojlanmayaptimi, teng oldinga ketish bo'lmayaptimi? Demak, ichki qismda, ruhiy qismda muammolar bor. Ayni mana shu uchun ham buzilishlar bo'laveradi. Har doim aytishadi, kuchli erkakning ortida kuchli ayol turadi. Nima uchun? Ayolning kuchi ruhiyatida, erkak kishining kuchi uni jismoniy tanasida. Va bu ikki qismda ayol kishi o'zida garmoniyaga keltirgan bo'lsa, uni yonida xuddi shunday rivojlangan erkakni ko'rishimiz mumkin. Men har doim misol qilaman Shahzoda Muhammedovani. Shahzoda Muhammedova o'zini ustida ishlab, rivojlanib, qaysidir urvillarga erishib va xuddi o'zidek rivojlangan erkakni hayotiga jalb qildi. Va ular juda ham chiroyli juftlik bo'lib, namuna bo'lib yashashyapti. Bunday rivojlangan juftlik bo'lib qadam bosish uchun ayol kishi tinimsiz o'zini ustida ishlashi kerak. Munisa Rizayeva masalan. Munisa Rizayeva, men endi his qilganlarimni aytaman. Qaysidir ma'noda his qilganlarimni to'liq garmoniyada ketayotganini his qilamiz-da baribir. Qarab turib, o'sha boshqa juftliklarimiz ham bor. Yana Jamshid Umurzoqovning oilalari garmoniyada ketayotganini his qilaman. Chunki ularda ayoli ham ijodkor ayol va ijodlarini hurmat qiladi. Bular ham ijodkor sifatida kengayib borayotgan erkakda. Mana shu ikkita juftlikni men ko'proq endi hammamizga yorqin misol bo'lib Shahzoda Muhammedova ko'ringaniga va unda samimiylik his qilganimga doim misol qilaman. Aytaman, ayol kishi o'ziga $40,000, $50,000 mashinani sovg'a qila oladigan darajada kengayib olgan bo'lsa, erkak kishi oson sovg'a qiladi bu narsani. Lekin ayol hali kengaymasdan turib, rivojlanmasdan turib,
Ani o'rtog'imni eri chet elga sayohat sovg'a qilibdi. 40 ming dollarlik mashina sovg'a qilibdi yoki bo'lmasa brilliant ko'zli taqinchoq sovg'a qilibdi deyish xato. Buni deyish fojia qaysidir ma'noda. Avval ayol ongini, hislarini shu qadar rivojlantirib tozalab olsinki, u aytmasdan his qilsin. Men o'zim munosabatlarimda juda ko'p sinaganman. Biz Andijonda yashab yurgan paytimizda turmush o'rtog'im harbiy edilar. O'shanda yangi psixologga kirib o'zim bilan ishlayotganimda bizda shunaqa praktikalar bor. O'sha praktikalarda sizni tekshirib ko'rishni boshlaganman. Rostdan ishlarmikin degandek. Pastga tushganimda qo'shnim katta yoz edi endi. Katta tarvuz olib kelib qo'ygan ekan. Eshiklarni tayyor turgan podyezdda yonida. Voy, bugun tarvuz olib kelsalar yaxshi bo'lardi deb o'ylaganman. Keyin uyga kirganimdan keyin bitta varyonli kolbasa, bir pakka varyonli kolbasa olib kelsalar ham yaxshi bo'lardi deganman, lekin telefon qilib aytmaganman. O'sha kuni ishdan qaytishda xuddi men xohlagan kolbasa va xuddi men xohlagan kattalikdagi tarvuzni turmush o'rtog'im olib kelganlarini ko'rib hayratlanganman. Demak, ayol kishini istagini bajarish uchun erkak kishi Ayol kishining og'zidan gap chiqishi shart emas. Gap chiqishi shart emas yoki uni gapirib sindirish shart emas. Qilib bermayapsan sen, meni dugonalarimni erim mana bunaqa narsalar qilib beryapti. Siz qilib bermayapsiz degandek da'volar qilishi shart emas. O'zini ichini ko'tarib olish kerak. O'zini ichini shartsiz ravishda hislarini tozalab olsa, norozilik hissidan, nafrat, g'azab, alam hislaridan tozalab olsa, erkak kishi nima uchun qilib bermasin? Bizni erkaklarimiz doim qilib berishga tayyor. Faqat bu uchun ayol kishi ham erkak kishiga ishonishi kerak. Hozir uyda o'tirgan ayollarga masalan 3000 dollar pulingiz bo'lsa, eng minimumda 3000 dollar pulingiz bo'lsa nima qilasiz desangiz savolingizga javob bera olmaydi-da. Yo'q, bera olmaydi. Uni eri ham shu 3000 dollarga yarasha ko'rmaydi keyin uni. Albatta, ko'rmaydi. Yana bitta vaziyat bor-da. Siz bilan gaplashganimizda aytasiz-ku, ba'zi ayollar erini hissiy nuqtai nazardan uni yo qarzga tiqadi yoki jinsiy zaif qiladi. Qanday bo'ladi bu? Qanday ayollar erini impotent qiladi? Erkak kishiga noroziligi kuchli va erkak kishini sindirishga bo'lgan o'y fikri ko'p bo'lgan ayollar. Ya'ni qanday bo'ladi bu o'y fikr? O'zini erini sinib qolsin demaydi-ku. Demaydi. Bularda bolalik travmasi kuchli bo'ladi. Ya'ni har doim urushgan, janjallashgan ota-onani ko'rib katta bo'lgan bo'ladi ular va har doim dadasi onasini jazolayotganini ko'rgan bo'ladi. Ya'ni u o'ylaydi, mojarolarda o'ylaydiki, har doim dadam aybdor bu vaziyatda, onam bechara deb o'ylaydi. Aynan shu uchun ham ongsiz ravishda u shunday hissan ojiz, jismonan ham imkoniyati cheklanganroq erkakni jalb qiladi noroziliklar darajasida va bunday erkak kirib kelgandan keyin qaysidir ma'noda bu yerda yig'ilgan hislar bor-da, mana shu yig'ilgan hislar bilan erkak kishini foizni tushirishni boshlaydi. Nima naf foizni tushirishdan deydigan bo'lsangiz, erkak kishiga norozilik kuchliligidan bu erkakni, umuman erkakni avlodini ko'paytirmoqchi emas. Nima qilaman bunday erkaklarni ko'paytirib degan norozilik bor. Ong ostida. Ong ostida. Va xuddi mana shu fikr bilan qarangda qanday ishlaydi. Men unaqa deb o'ylamayman, lekin desa kerak-a. Rad qilishadi, lekin qarangda. Raskopka qilganlarimizda har doim sabab ayollarda bo'lib chiqadi va qarang. Bepushtlikka ham psixologiya bilan ishlasa bo'ladimi? Albatta, bepushtlikka asosiy sabab bizda nafs darajalari bor. Birinchi daraja, ikkinchi daraja. Mana shu ikkinchi darajada blok borligidan farzandli bo'la olmaydi. Afsuski, ko'p yoshlarimiz befarzandliligidan eko qildirishga shoshilishadi. U yoqqa bu yoqqa yugurishadi. Turmaydi. Lekin asosiy sabab ruhiyatda bo'lgandan keyin men bir yaqinimizni bilaman, ular turbalargacha to'g'irlattirdi. Turbasi qiyshayib qolgan bo'lgan, yana boshqalar bo'lgan. 6 yil o'tdi hamki natija bo'lmayapti. Nima uchun? Ong ostidagi fikrlar to'g'ri ketmayapti. Shu uchun erkak kishiga norozilik ko'p. Bu erkakdan zurriyot ko'paytirishga xohish yo'q aslida. Aqlan xohlaydi. O'zini nomini oqlagisi keladi. Jamiyatda oldida, odamlar oldida. Tug'masam nima degan odam bo'laman. Farzand ko'paytirish, farzand tug'ib berib, o'zimni menda aytmasligini isbotlashim kerak degandek yoki meni yaxshi ayol deb tan olishlari uchun. Vazifani bajarish uchun. Lekin ong ostida biz farzand ko'rishni xohlamaymiz deb bu yoqda hamma narsani hal qilib qo'ygan bo'ladi. Programma blok tushirib qo'ygan bo'ladi. Xuddi shunday. Shu uchun ongsiz ravishda foizni tushiradiki, erkakda foiz kam bo'lsa va farzandli bo'la olmayotganligida erkak sababdor bo'lsa, aybdorlik teng taqsimlanadi hech bo'lmasa. Yo'q, undagi emas. Erkakda foiz kam bo'lsa, kelinda avaylashni boshlashadi-ku. O'g'limizni tashlab ketmasin.
bu kelin ayb bizda ekanda. ay bizda ekanku, kelin tashlab ketib qolsa o'g'limizni aybi ochilib qoladi-ku degandek u bilan rosaga kelishni boshlashadi. Va Ayni bu shu ayolga uchun. aynan shu narsa kerak. Xuddi shu narsa kerak. Raskopka haqida gapirayotgandingiz, kelib chiqadiki deb so'z boshladingiz, bo'linib qoldi. Raskopkada o'sha bir befarzand mijozimiz bilan ishlab ko'rganimizda men ularga 1 yil oldin aytgandim farzandsizlik sabablarini. Sabab ayolingizda deganimda ular shu bilan bir marta konsultatsiya olishgan, bog'lanmagandik. 1 yil o'tib yana bog'lanishdi. Va eko qildirib ko'rishgan, eko ham rivojlanmagan. Keyin raskopka olishdi. Raskopka olganda ayollar bilan o'tkazganimizda sabab va omil ayollarning ongi ostida shunday fikrlar, u yerda o'zingiz aldolmaysiz raskopkada. Shundoq ochilib qoladi hamma narsa. Nima uchun bu sabablar bo'layotganini, ya'ni bu natijalar bo'layotganini, nima uchun bunday vaziyatlar yuzaga kelayotganini aytib berganimda rosa yig'lab eshitdilar. Haqiqatda ham manda deb o'ylamagandim, o'tgan yili aytganingizda deb tan oldilar. Chunki bizda eng katta qo'rquv aybdor bo'lib qolishdan qo'rquv bor. Ya'ni vaziyat sizga borib taqalsa, sizni hamma ayblashdan qo'rqasiz. Bu ayblov farzandsizlik borasida ketayotgan bo'lsa, unda qo'rquv yana ham katta bo'ladi. Biz har doim aybdor bo'lishdan qo'rqamiz, chunki bizda bolalikdan nimadir xato ish qilsak ayblanganmiz. Nimadir ishni o'xshatmayroq bajarib qo'ysak, onalar tomonidan qattiq qoralanganmiz. Keling, bitta narsaga kelishib olaylik hozir mana shu yerda. Mana hozir bepushtlik mavzusini ko'tardik-ku, bu 2 daqiqada aytib o'tib ketmaylik shu mavzuni demoqchiman. Hozir agar izoh yozsa, befarzandlikdan qiynalayotganlar, dori darmon bilan davolanib yillar davomida natija ola olmayapmiz deyotganlar, umuman bepushtlik endi bizdan zurriyot qolmaydi deyotganlar izoh yozsa, shularning orasidan tanlab ba'zilari bilan ishlab ko'raylik. Agar siz rozi bo'lsangiz. O'zlariga isbot bo'lishi uchun ishlab bersak bo'ladi. Endi hozir sizga aytmoqchi bo'lgan savolimning birinchi qismi shu: qanday ayollar erini qarzga tiqib qo'yadi uyda o'tirib olib? Ba'zi bir oilalarda munosabatlarga 3 yil bo'lganda yoki 5 yil bo'lganda yoki 10 yillikda qarzdorlik holati kuzatilishni boshlaydi, aynan erkak kishini ishida. Nima uchun erkaklar katta qarzdorlikka tushib qoladi va bunda ayol kishida sabab bormi, ayol kishi bilan bog'liq tomon bormi deydigan bo'lsangiz, ikkita inson turmush qurganda birlashadi. Ularning taqdir yo'li birlashadi va ikkita inson bir-biri uchun mas'ul va javobgar. Ya'ni bittasi orqada qolib ketayotganda davay deb sudrash buni vazifasi, bittasi orqada qolib ketayotgan bo'lsa, davay deb yoniga olib yurishi qaysidir ma'noda, ya'ni turtkilab emas, ruhiy turtkilash ma'nosida, ruhiy qo'llash ma'nosida birga yurish ikkita insonning vazifasi. Lekin munosabatlar o'zi juda katta mavzuda. Munosabatlarda aynan ayol kishi o'zini hissiy holati bilan, hissiy travmalari bilan ishlamas ekan, oilada inqirozlar yuzaga kelishni boshlaydi. Ya'ni ayol munosabatlardagi og'riq bilan ishlaydi, tug'ruqdagi og'riq bilan ishlaydi, intimniy aloqadagi og'riqlar bilan ishlaydi, oila kengayadi. Agar ayol kishi bu narsalar bilan ishlamas ekan, oila torayib boraveradi. Oilani imkoniyati, ya'ni moddiy imkoniyati, ma'naviy imkoniyati ham torayib boraveradi. Ya'ni ma'naviy imkoniyat torayganda asabiylik kuchayadi va ikkita inson bir-birini sindiruvchi qismga, programmalarga aylanib qoladi. Moddiy tomondan bu bo'lgandan keyin, ruhiy tomonda bir-birini sindirish kuchaygandan keyin bu moddiy hayotga ham ko'chadi. Moddiy hayotda pulsizlik, moddiy yetishmovchilik, farzandlarni imkoniyatlarini to'laqonli qilib bera olmaslik holatlari yuzaga chiqishni boshlaydi. Aynan shu uchun ham ayollarimiz o'zlarini o'sha turmush yillaridagi boshlangan yillardan bo'lishi mumkin. Misol uchun ba'zi bir ayollarimizda bor, bu erkakka tegmayman deganidim, majburlab berishgan. Bilasizmi, bu qanaqa travmali hayotni yaratadi? Ayol kishini umuman qiz bolani xohishiga qarshi berib yuborishgan paytda u o'zini mahkumdek, quldek his qiladi va mana shu hisni erkakka ham berishni boshlaydi. Avtomatik ravishda. Erni ham qulga aylantirib qo'yadi. Erni ham qulga aylantiradi. Aynan. O'zidagi hissiyotlar bilan. Shu uchun ham juda ham muhim munosabatlarga kirishayotgandagi holatlar, vaziyatlar va ma'naviyatni ustida, ruhiyatni ustida chuqur ishlash juda ham muhim. O'tgan ko'rsatuvimizda gaplashgan mavzu ham o'ta og'riqli bo'lgani uchun izohlar juda ko'p bo'ldi. Tashqaridan ham demoqchiman. Ya'ni bolalarimizni urib
urib tepkilab so'kib kamsitib ulg'aytiramiz. O'smirlik davrida keyin nimaga aynib ketdi bu qiz deymiz, nimaga aynib ketdi bu yigit deymiz. Maktabga boradi, o'qituvchisi sendan odam chiqmaydi deydi. Keyin ma'lum yoshga kelgandan keyin kimgadir uylantirib qo'yamiz yoki erga berib qo'yamiz. Ana endi ular yana og'riqli avlod dunyoga keltirishda davom etishadi. Bir-biri bilan murosaga kelisha olmasdan, nuqtasini topa olmasdan har doim mojaro, har doim kelishmovchilik. Bu yoqdan uchinchi shaxs burnini tiqib turadi, bu yoqdan yana qo'shnisi uchinchi shaxsga olov purkab turadi. Shu bilan oila vayron bo'lib ketadi. Nima uchun uchinchi shaxs aralashadi? Nima uchun? Chunki shaxsiy hayotning javobgarligini bo'yniga ola olmaydi. Mana shunda qaynonasiga ongsiz ravishda ayol Buyruq kishi berayotgan beradi. bo'ladi. Yo'q. Hayot jilovini tutqazadi. Ya'ni bizni boshqarib bering degan bo'ladi. Men o'zimni hayotimni javobgarligini ola olmayapman. Buni javobgarligini olishdan qo'rqaman. Ya'ni yana bitta xato qilib qo'ysam, siz tomondan keladigan e'tirozdan qo'rqaman. O'zingiz qaror qabul qilib bera qoling. O'zingiz qaror qabul qilib bera qoling deydi-da, yana qaynonani ayblaydi. Yoki bo'lmasa, turmush o'rtog'i to'laqonli boshqarishi. Haqiqiy mustaqil shaxs bo'lib shakllangan insonlarni bir-birini hamohanglikda qo'llab yashovchi insonga aylanish kerak-da, bir-birini boshqaruvchi emas. Qo'llab yashovchi inson bo'lish kerak. Zug'um o'tkazuvchi emas, bir-birini qo'llovchi, eshitadigan, ehtiyojlarini inobatga oladigan, qo'llab-quvvatlaydigan inson bu normal munosabatlar. Nonormal munosabatlar qanday bo'ladi? Har doim jazolovchi, erkinlik bermaydigan, erkinligini bo'g'adigan, pul bermay qiynaydigan, ayolning ongiga yarasha. Yoki bo'lmasa har doim 3-shaxs, 4-shaxs, 5-shaxslar aralashuvi va hayot bardak bo'lib yotgan bo'lsa, demak, bu ayolning ongi shu darajada va xuddi shu ongini darajasidagi natijalarda yashab beradi. Uydan boshqa joyda hech kim bilan gaplashmagan, bir ilmli, ziyoli qatlamga kirib bormagan bo'lsa shu. Hozir ilmli, ziyoli qatlamga kirib borish uchun uydan qayergadir chiqish shart emas, Sarvar. To'g'ri. Hozir hammada mobilniy telefon va mobilniy telefonda agar Oybarchi Obidova deb qidirsa shuncha ma'lumot kelib chiqadi. Undan tashqari umuman psixologlar juda ham ko'paydi hozir O'zbekistonda, juda ham rivojlanyapti. YouTube'ga kirsa yoki Telegramga kirsa, psixologiya kanallar to'lib yotibdi. Psixologlar ham faqat puliga kursini sotib olishga yopishib olmagan. Bir nechta darslarimizni siz ham tekin vebinarlar qo'yasiz? Tekin vebinarlar qo'yaman haftada bir kun. Undan tashqari 40 ta sovg'a dars qo'yib qo'yganman. Agar pulli darslarga tayyor bo'lmasangiz, bepul darslarni eshiting deyman. Menga savol berishga shoshilayotganingizda javobgarligini olib, konsultatsiyaga to'lov qila olmasangiz, avval bepul darsni o'zlashtiring, barakatga topkur deyman. Men ham uni sizni savolingizga javob berishga majbur emasman-ku, menda shuncha konsultatsiyalarim bor deyman-da. Shunchaki to'g'ri tushunishga, lekin endi kirib kelayotgan ayollarimiz o'zini o'sha bechoraligi, jertvaligini orqasiga bekinib olib, menga juda ham keraksiz, yordam bering qilishadi, lekin hatto savolini va muammosini javobgarligini bo'yniga ola olmaydi. Izlanib ko'rmaydi. Menda ham xuddi shunday pulsizlik davrlar bo'lgan. Psixologiya kanallarida kuzatganman. O'shanda men o'zimni muammoyimni javobgarligini birovga topshirmaganman. Indamasdan psixologiya kanallardagi audio darslarni eshitardim. Men hozir chaynab beraman-da auditoriyamga. Mana kanal nastroykasiga kirasiz. Undan muzikaga kirsangiz chiqib keladi darslar bepul. Agar topa olmasangiz tepasiga qadab qo'yganmiz. Shunchalik agar topa olmay qiynalsangiz deyman-da, topsangiz bo'ladi deyman. Menga shunaqa narsalarni hech kim o'rgatmagan, lekin o'zim izlanganman. Javobgarligini o'zingiz olgansiz-da. O'zim olganman. Munosabatlarda muammo bormi? Menda nimadir xatodir deb qaraganman. Unda emas. Menda nimadir xato bo'layotgan bo'lishi mumkin. Avval o'zimni isloh qilay. Siz o'zingiz to'g'rilanganingizdan keyin atrof to'g'ri bo'lgan sizga nisbatan. Avtomatik ravishda munosabatlarda garmoniya. Bugun mana misol Endi xuddi shu gap erkak kishiga ham tegishli deb ketaylik. Xuddi to'ppa-to'g'ri. Erkak kishi ham izlanishi kerak sal hayotni isloh qilish uchun. Albatta. Bizda erkak kishilarni onasiga suyan bo'lmasdan. Yo'q, qo'pol qilib aytganda onasini gapiga kirib xotinini uradigan erkaklar bor-da. Qaysi ma'noda erkaklarni tanqidga olaman? Aynan bizda trendga chiqib ketgan nimaga kerak degan gapni eshitganda 95% erkaklarimiz bosh ko'tardi va xuddi mana shu bilan jamiyatimizning erkaklarini ong ostida qanchalik kuchli qo'rquv borligini ko'rsatib berishdi. Keraksizlikdan qo'rqish. O'ziga ishongan, qat'iyati bor va oilani to'laqonli ta'minlab qo'yayotgan erkaklar, hissiyotini boshqarishni o'rgangan dono erkaklar bu narsaga aralashmadi. Tushundi. Bu yerda bir o'yin borligini tushunishdi. O'yindan ham ko'ra
to'g'ri aytyapti deganlar ham bo'ldi. Ya'ni Bo'ldi. takasaltang er o'zi nimaga kerak? Uni sen sudrab yursang hamma joyda degan ma'noda aytyapti. To'g'ri qabul qilgan erkaklar ham Xuddi bo'ldi. shunday. Lekin juda ko'p joylarda tanqid va psixologlarda eshitishga umuman ayolni cheklab qo'yishi bu yana fojia. Oilada ayolda ongi rivojlanmasa, erkakning ham ongi rivojlanmasa, qanday qilib bugungi moddiy hayot yaxshi bo'ladi? Qanday qilib ijtimoiy, moddiy ehtiyojlari qondiriladi? Qanday qilib? Ota-onasining pensiyasiga o'tiradi keyin nima qiladi? O'tiradiganlar bor. Xotinini oyligini yeb o'tiradigan erkaklar bor. Ko'chaga ishga chiqarib qo'yadigan erkaklar ham bor. Aynan shunday. Yoki bo'lmasa bir ayolimiz murojaat qilgandilar. Qaynotasi uyga sig'dirmaydi. Ota-onasinikida yashaydi, lekin oyligini qaynona oladi. Zo'r-ku. Yashattirmaydi, lekin erimiz bilan yaxshimiz. Qanday erki xotinini onasinikiga qo'yib qo'yib yaxshi? Bitta xotinning javobgarligini ola olmagan, ehtiyojlarini qondira olmagan va oyligini qaynonasi o'zini onasi yeb o'tirishiga indamay qarab o'tirgan. Qanday bu munosabat normal va yaxshi deya olamiz? Va xuddi mana shu munosabatga qo'yib qo'ygan ayollarimiz o'zi ham xatokorda deymiz. Ya'ni qaysi juda ham samootsenkasi past deya olamizda. O'ziga nisbatan. O'ziga nisbatan shuncha narsani qilib qo'yib ham yana haqqini talab qila olmaydi. Ozgina bo'lsa ham. Endi o'rtani topish ham bu yerda muammoda. Ongi o'smagan odam qanday o'rtani topadi? Masalan, ba'zi psixologlar o'zingizni seving, o'zingizga vaqt ajrating desa, ba'zi ayollarni eshitdimda, hamma yo'qni unutib qo'yib, faqat o'zi bilan shug'ullanadi. Bolasini tashlaydi, uyini tashlaydi, eri bilan ishi yo'q, o'ziga bo'yantusan, kiyim-kechak o'zim yesam bo'ldi. Bu ham noto'g'ri-da. Albatta. Nomutanosiblikda bu ham. Albatta. O'zini yaxshi ko'rish ham me'yorida bo'lish kerak. Biz har doim oltin o'rtalikni ushlashni bilishimiz kerak hamma narsada. O'zimizni yaxshi ko'rishda ham, birovlar bilan munosabatda ham. Ularni yaxshi ko'rishda ham. Ularni yaxshi ko'rishda ham. Qachon inson kimgadir qaram, kimgadir qattiq bog'lanib qoladi, qachon hamma joyda balansni buzib yuboradi, qachonki hissiy qashshoq bo'lsa. Hissiy qashshoq va hissiy travmalari ko'p insonlar kimgadir qattiq bog'liq bo'ladi va har doim kimgadir bog'lanish orqali o'sadi. Yana bitta vaziyat borda, mana men unga loyiq emas edim, lekin meni erim uraveradi deydi. Qanaqa ayollar bular? Doimiy eridan, misol uchun aytaylik, o'zini oilasida ko'rmagan, lekin eridan shunday munosabat ko'rayotgan ayollarda ichki g'urur juda baland bo'ladi va mana shu ichki g'ururni ishlamas ekan, kerak bo'lsa bir umr xorlikda yashashga tayyor bunday ayollar, mahkum desak ham. Ichki g'urur qanaqa g'urur u? Ichki manmanlik. Ya'ni men qilaman faqat, u qila olmaydi. Tashqarida aytmaydi bu narsani ular oshkora, lekin tashqaridagi ularga bo'layotgan munosabatdan bilsangiz bo'ladiki, ichkarida boshqa insonlarni tan olmaslik va boshqa insonlardan norozilik, boshqa insonlarni mensimaslik kuchli bo'ladi ichkarida. Ichkarida muhokama ko'p bo'ladi. Turishi mumkin. Ichkarida muhokama kuchli bo'ladi. Har doim muhokama bo'ladi. Har doim boshqalarning kamchiligini ko'radi. Yana bitta narsada sizga savol bermoqchiman. Erkaklarni farqlab berishda yordamingiz kerak. Xotin quli erkaklar qanaqa erkaklar bo'ladi? Erkaklar qanday erkaklar bo'ladi? Kimlarga qarab xotin quli deyish kerak, kimlarga qarab erkak ekan bu oilasini tutyapti ekan deyish kerak. Xo'p, mustaqil fikriga ega bo'lmagan va har doim maminasini ochik deymiz, onasini bolasi deymiz. Onasi shaxs qilib tarbiyalamagan erkak doim avvalo onasiga bog'liq bo'lgan bo'ladi. Ya'ni onasi orqali qaror chiqargan bo'ladi. Onasi orqali xulosa qilgan bo'ladi. Uni o'zini xulosa qilishiga ona ruxsat bermagan bo'ladi. Xuddi mana shu. Bu uchun ona gapiravergan hamma joyda. Ona gapiravergan, ona qaror chiqaravergan. Va bunda haqiqiy erkaklik sifatlari shakllanmagan bo'ladi. Va xuddi mana shunday erkaklar hayotni qaysidir qismiga kelib xotiniga bog'lanib qoladi. Xotini ona bo'lib qoladi unga. Xotini ona bo'lib qoladi. Keyin bu xotin qul bo'lib qoladi. Ha, xuddi shunday. Xotini qaror chiqaradi, xotini hukm chiqaradi, bu faqat bajarib beruvchi bo'lib qoladi. Aynan shunday. Haqiqiy erkaklar qanaqa bo'ladi? Onasini ham qattiq hurmat qiladi va xafa qildirmaydi. Ayolini ham qattiq hurmat qiladi va xafa qildirmaydi. Chunki onasi ham uni bir qismi, ayoli ham uni bir qismi. Onasiga bo'lgan munosabatiga qarab va ayoliga bo'lgan munosabatiga qarab, u erkakni o'ziga bo'lgan munosabatni ko'rsangiz bo'ladi. Va mana shu ikkita insonning o'rtasidagi adolatni ushlab turadigan, odilona adolatni ushlab turadigan erkaklar haqiqiy shaxs
va haqiqiy mukammal erkak deya olamiz. Hozir shunaqayu, masalan, ayolini eshitsa, uyda bir muammo yuzasidan to'xtangchi, bir ayolimni eshitib ko'ray, nima gap? Xotin qo'liga chiqib ketadi-da shunaqa erkaklar ba'zi jamiyatlarda. Manipulyatsiya qilayotgan bo'ladi ota-ona bunaqangi paytda. Bu uchun albatta erkaklarimizda ham bilim bo'lishi kerak. Ota-onasini ham uni manipulyatsiya qilishiga va shaxsiy chegarasini buzishiga yo'l qo'ymaslik kerak bo'ladi. Chunki har doim munosabatlarda hammamiz bir-birimiz bilan hurmat bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Farzandimiz bo'ladimi, turmush o'rtog'imiz bo'ladimi yoki ota-onamiz bo'ladimi? Eng avvalo har bir inson Allohga tegishli va Allohning ne'mati va hammani o'zini hududini hurmat qilishimiz kerak. Mana shu hurmatni avvalo oilada ayol kishi o'rnata olgan bo'lsa, hammada avtomatik hurmat shakllanadi. Hamma bilan, oiladagi farzandlar bilan ham, turmush o'rtog'i bilan ham. Lekin agar avvalo ayol o'zida bu narsani hal qilmagan bo'lsa, er tomonidan buzilish, erdan keyin farzandlari tomonidan buzilish va har doim hayotdagi buzilishlarda kimdir aybdor bo'lib qolaveradi. Keling, hozir yana bitta e'lonni berib ketsak, agar qarshi bo'lmasangiz, nima uchun psixologlarga faqat ayollar boraverish kerak degan savol uyg'onadi-da menda. Mana men o'zim sizni qabulingizga doim boraman, gaplashamiz, fikr almashamiz va hatto kunora. Agar sizni qabulingizga kelishni istagan va qarzdorligiga, oilaviy munosabatlardagi krizislarga yechim topmoqchi bo'lganlar agar izohlarni yozishsa, ulardan ba'zilarini tanlab olib, ular bilan ham bir ishlab ko'rsak. Mayli. Erkaklarni. Erkaklarni. Chunki ong borki odamga psixolog kerak ekanda, men shu narsani tushunib yetdim. Ongsiz bo'lsa, unga mayli kerak emas. Ko'pchilik aytadi-yu, menga hayron bo'lib savol berishdi-da. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Nima bo'pti? O'zim psixologga boryapsiz ekan. Nima bo'ldi? Muammo bo'ldi. O'rtoqlar, psixologga borish uchun muammo bo'lish shart emas ekan. O'zi hayotimiz g'ij-bij muammo ekan. Biz uni ko'tarib yuraverar ekanmiz. Xuddi ana kapalak oyog'iga tosh bog'lagandek qilib. Va mana shunaqa vaziyatlardan chiqib ketishda albatta psixologga borish kerak va nazarimda jinni bo'lish shart emas psixologga borish uchun. Jinlar psixoterapeutga boradi, qo'pol qilib aytganda. Xuddi shunday. Ya'ni aql o'chib qolgan va qalb ochilib ketadi va qalb to'g'ri liniyada ishlamaydi. Ilmiy tilda shizofrenik deyiladi. Ichimizda soppa-sodek ko'rinadigan shizofreniklar yashaydi va bularni psixologlar davolamaydi. Bularni psixoterapevtlar davolaydi dorilar yordamida. Chunki ularni avvalgi holiga qaytarish uchun juda ko'p terapiya kerak bo'ladi. Balki 2 yil, balki 3 yil, balki 5 yil kerak bo'lishi mumkin. Chunki ruhiyatda juda katta buzilish bo'lgan bo'ladi-da. Lekin ungacha bo'lgan etap bor. Ya'ni munosabatlardagi ilk buzilishlar, ruhiy travmalar, bolalikdagi travmalar deymizmi? O'sha moliyaviy holatdagi inqirozlar. Bu bir qismi. Agar mana sizga o'xshagan hozir rivojlanishim yaxshi, lekin yana ham rivojlanishni xohlayman, daromadimni yana ham o'stirishni xohlayman, qarzdorlikdan chiqarishni xohlayman, munosabatlarim hozir o'rtamiyona ideal darajaga kelishini xohlayman, farzandlarimni o'qishidan ko'nglim to'laqonli to'lmayapti, to'laqonli to'lishni xohlayman. Bu ikkinchi tipdagi insonlar. Ya'ni aytgandim o'tgan safar ham, shifokorga 2 xil inson boradi. Kasal bo'lib o'lishga yaqin qolgan inson boradi yoki bo'lmasa 6 oyda bir meni tanamda nima yetishmayapti ekan deb tanasiga nima kerak emasligini tekshirish uchun boradigan insonlar bor. Profilaktika uchun. Bular o'zini hurmat qiladigan insonlar. Ikkinchi etapdagi insonlar albatta oilasida hurmatsizlik ko'rgan, qadrsizlik ko'rgan, shunday oqibatida muammolariga ham e'tiborsiz qaraydi va bir kun muammolari paqatib yorilib o'zini ham tugatib qo'yishi mumkin. Shunaqangi insonlar bilan bizga ham qiyin ishlash. Ya'ni ular eng og'ir o'sha depressiya, o'sha apatiya holatiga o'tib ketgan holatlarda kelsa, biz ham qiynalamiz, chunki emotsionalmiz hammamiz va qarshingizdagi insonni hissiy holatini his qilmay ilojingiz yo'q. Shunday insonlar keladi, ishlaganimdan keyin 3 kun yotib qolgan paytlarim bo'lgan. Men aytgan bo'lardim hamma kuzatuvchilarga, muammoingizni eng yomon etapga olib kelib turib, keyin hal qilishga kirishmang. Kutmang yomonlashishini. Ha, va qachon biz yaxshi bo'lib ketamiz? Bitta kursda o'qiganimda yaxshiman, chiqqanimdan keyin sraz yana muammolar kuchayapti. Yo'q unaqa ideal hayot. Yo'q. Siz doimiy oldinga qarab yaxshi bo'lib bormoqchimisiz? Doimiy ongingizni ustida, tanangizni ustida, hissiyotlaringiz ustida ishlashingiz shart va muhim. O'sib bormoqchi bo'lsangiz, doimiy kerak.
agar siz yo'q menga shu yetadi desangiz mana shu uровеньda qolib orqaga ketishni boshlaysiz. Va umuman olganda men kecha o'tirib o'sha o'zingiz bilan sarhisob qilganimizda qarang, hayotimda ilgari mavjud bo'lmagan 21 ta, biz endi eslay olganimiz 21 ta o'zgarish bo'lgan. Natijalar 21 ta bo'lgan va bu natijalarning har biri nechtadir 10 ta natijaga xizmat qiladi. Ya'ni vaziyatlarni to'g'ri anglay boshlash degan natija bu atrofimda sodir bo'layotgan 100 ta vaziyat bo'lsa 100 tasini to'g'ri yechib keta olyapman degani. Va shuning uchun men hozir fursatdan foydalanib aytmoqchi bo'lardimki, psixologga nima uchun boryapsizlar, o'zi nima uchun unga borish kerak o'zi deb savol berib o'tiradiganlar bir o'ylab ko'rishlari kerak nazarimda. Hayotingizni o'zgartiruvchisi faqat o'zingiz, siz hayotingiz sizga kerak. Bizga, qo'shningizga yoki ota-onangizga emas. Bu hayotda hamma bir-biridan foydalanib yashaydi. Xudbinlarcha foydalanadiganlar ham bor. Va o'z chegarangizni, daxlsizligini, umuman shaxsiy hayotingizni o'zingiz qo'lga olib, javobgarlik ustida ishlamas ekansiz, hayotingizdagi muammolardan sizni hech kim olib chiqib keta olmaydi. Va munosabat mavzusi juda katta deb aytdingiz. Agar izoh yozganlar orasida mavzu tanlayotganlar bo'lsa, shu mavzular ustida ham yana suhbatlar qilamiz siz bilan.